Cheksiz bir qarang'uliqning ichidan tug'ildim. Yo'riqlikni ko'rdim, qo'rqdim, yig'ladim. Vaqtning o'tishiga ergishib, yo'riqlikda yashashni o'rgandim. Qarang'uliqni ko'rdim, qo'rqdim. Vaqt o'tdi, cheksiz qarang'uliqqa uzatdim so'yganlarimni. Yig'ladim. Yashashni o'rgandim. Tug'ilishning, hayotning tugashga boshlagan damlarda bo'ladiganligini, orasidagi qismning o'limdan o'g'irlangan zaman ekanligini o'rgandim. Vaqtni o'rgandim. Uning bilan baygaga tushdim. Vaqt bilan musobaqalashgili bo'lmaydiganligini, uning bilan aplashib o'tish lozimligini, ya'ni shu vaqt bilan o'rgandim. Insonni o'rgandim. Keyin insonlarning ichida yaxshi va yomonlarning borligini, ondan har insonning ichida yaxshilik va yomonlikning bo'ladiganligini o'rgandim. So'yishni o'rgandim. Keyin ishonishni. Oxirida ishonchning so'ygiga qaraganda texmi mangulik bo'ladiganligini o'rgandim. Söygünün bolsa sağlam bir işenç zemini üstüde kurulduğanlıqını öğrendim. İnsan bedenini öğrendim. Keyin bedeninin içinde bir ruh boladiganlıqını. Ondan ruhның asli bedeninin üstüde boladiganlıqını öğrendim. Kainatni öğrendim. Keyin kainatni yo'ritish yo'llarini öğrendim. En axırda kainatni yo'ritish uchun oldi bilan atrofimizni va o'zimizni yo'ritishimiz kerakligini öğrendim. Nonni öğrendim. Keyin tinchlik uchun ko'p miqdorda non bo'lishi kerakligini, oxirida nonning adil taqsim qilinishining ko'p miqdorda non bo'lishi qadar muhimligini o'rgandim. O'qishni o'rgandim. O'zimga yiziqni o'rgatdim keyin. Va bir muncha vaqtdan keyin yiziq o'zimga o'zimni o'rgatdi. Ketishni o'rgandim. Keyin bo'lsa chiday olmay qaytishni. Eng oxirida o'zimga ta's bo'lsa-mu, yana ketishni o'rgandim. Yaş turupla dunyoga o'zim yolg'iz holda meydan o'qishni o'rgandim. Keyin ko'pchilik bilan birga mingish kerak degan tushunchaga keldim. Oxirida bo'lsa, asli mingishning ko'pchilikka qarshi mingish ekanligini o'rgandim. Tafakkur qilishni o'rgandim. Keyin qiliblar ichida o'ylanishni o'rgandim. Oxirida sog'lom bir fikr qilishning qiliblarni buzib tafakkur qilish bo'ladiganligini o'rgandim. Numusning muhimligini o'yda o'rgandim. Keyin numusi yo'qlardan numus kutishning numussizlik bo'ladiganligini o'rgandim. Asli numusning gunoh qilishga qodir turib, hech uningga yaqinlashmaslik ekanligini o'rgandim. Reallikni o'rgandim bir kuni va reallikning ochiq bo'ladiganligini. Keyin muvofiq bir ochiqning tamoqqa lozim bo'lganidek hayotga lazzat qo'shadiganligini o'rgandim. Har jonliqning o'limni tetiydiganligini, ammo ba'zilarining hayotni tetiydiganligini o'rgandim. Men do'stlarimni ne yürükim bilen, ne aqlim bilen söymen. Yürek to'xtaydi, aql unutuydu. Men do'stlarimni faqat ruhim bilen söymen. O ne to'xtaydi, ne unutuydu.